Suv hisoblagich tejamkorlik va mas'uliyat kaliti. Ichimlik suvi uchun aniq hisob-kitob asosida to'lovlar amalga oshirilishi iste'molchi va ta'minotchi o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlaydi hamda ta'minotda uzilishlarni oldini olishga yordam beradi. To'lovlar ikki usulda hisoblanadi. Birinchisi, kishi boshiga belgilangan tarif. Ikkinchisi, suv hisoblagich orqali aniq iste'mol hajmi. Surxondaryoda agar suv hisoblagich o'rnatilmagan bo'lsa, bir kishiga oyiga 10,5 metr kub suv uchun 62,328 so'm to'lanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 300-sonli qaroriga asosan suv hisoblash uskunasi o'rnatilmagan xonadonlarga to'lovlar uchun 1,5 barobar koeffitsient qo'llanilishi bilan 93,492 ming so'm bo'ladi. Demak, bir kishi uchun ichimlik suvi o'rtacha 62,328 so'mni va oqova xizmati uchun 34,104 so'mni, jami 96,432 so'm to'lov amalga oshiriladi va 5 kishiga oqovasi bilan hisoblaganda 482,160 ming so'mga to'g'ri keladi. Endi esa suv hisoblagich uskunasi o'rnatilganda qancha pul tejashingiz mumkinligini hisoblab chiqamiz. 5 kishilik oila uchun bir oyda o'rtacha 15 metr kub suv ishlatilsa, to'lov ichimlik suvi uchun 89,040 so'mni, oqova xizmati uchun 48,720 so'mni, jami 137,760 so'mni tashkil etadi. Shunday qilib, xonadonga ichimlik suvi hisoblagich o'rnatilgan tartibda oila byudjetiga 344,400 so'm tejaladi. Suv hisoblagich suv tarifini aniq nazorat qilish imkonini beradi. Bu esa ham iqtisodiy tejamkorlik, ham tabiiy resurslarni asrashga xizmat qiladi. Suvni tejaylik, kelajakni asraylik.